Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Yuribsizlarmi? Charchashaymi? Mana qudasizlar. Nima aytyapsiz? Buni imkoniyatimiz cheklangan bo'lsa ham shu bunday qilay. Bizi cheklanganimizda mana yoshligim o'tgan joylarda bir sizlarga ilindim-da. Mana oldingi masjidda hayvonlar yemlari, tepalar, ko'chalar degan bo'ladi-yu. Boru hozir katta bozorlarga o'tkazib qo'yadi. Joylarga. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha shu yoshligim o'tgan joylarni o'tib ko'rsatib o'tay dedim. Xudo xohlasa ko'rib tomosha qilib tursanglar inshaalloh. Qo'llab-quvvatlab tursanglar. Qiziqarli yo'lga chiqishga harakat qilamiz. Lekin qaranglar, mana shu o'tib ketib turgan odam menga prank qilyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunaqada shunaqa insonlar ham bor. Hazil huzur qilishadi, yetishadi. Shu yoshligimiz o'tgan joylar. Xudo xolasa men qaranglar, Sulaymon tog'i yalib ko'rinib turibdi. Hozir o'rtaga chiqay desam, mana mashina yo'li xalaqit beradi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Mana qaranglar, hammasi jinoylar olim managa xazayistunni bo'lib qolgan. Ko'rinyaptimi? Xudo xolasa xazayistunni obzor qilib beraman. Yana bir kelganda. Va alaykum assalom. Ko'rganda ko'rishguncha jigarlar. Xudo xolasa. Kadr ortida gapirganim uchun uzr, hammalardan uzr so'rayman. Men o'shli yigit sizlarni juda ham hurmat qilaman. Podpiska bo'lib, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosishni unutmanglar, aka-ukalar, opa-singillar. Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Mana chiroyli aljicha qo'limni qaldirlashlariga e'tibor bermaysizlar. Xudo xohlasa kalaskamizni mana shu kalaskamizga telefon qo'yadigan o'rnatamiz. Endi bemalol sizlarga ochib videolar qilib qo'yib boramiz. Inshaalloh Alloh taolo qo'llab-quvvatlab turing, like bosishni unutmanglar. Keyin imkoniyatimiz cheklangan bo'lsa ham shu bunaqa aytganda pannos yoki mana yo'l chekasini ko'ryapsizlar, tvar deydimi? Shu stolbadan sal nindaroq qilinmagan ekanda ba'zan biz ham urilib qilyapmiz. Keyin bunaqa joylariga bardir qurib o'sha yerga qilib qo'ymagan ekan. Necha marta ariq ichiga tushib ketay dedik. Shu o'zimizga o'xshagan insonlarga yo'lda chekalariga mana bunaqa shu to'g'ri oxiriga borsangiz ham nima deydi? Shu yo'lda chekasiga borsangiz ham yo'lda chekasi bilan o'rcha gapirishda unchalik bilmaymiz, uzr. Yo'lda chekasida 1 minut. Aytganimdek, shu mana qaranglar, mana domlar tushgan. Mening yoshligimda domlar yo'q edi. Bizni yoshligimizdachi. Hozir bitta aylanamiz. Shu domlar yo'q edi. Xudo xohlasa bizni kuzatib tursanglar. Bizni kuzatib tursanglar mana ma'larda
bizni kuzatib qo'ysanglar shu mana marta ham bitta do'kon qilingan oldingi joylari mana zo'r magazin bor ekan. Mana kanalimga bir yoshlikdagi yoshlik o'tgan joylarimni joylab qo'yay. Kanalingiz nima ekan? O'shnuri. To'g'rimi? Undan chiqadi shu. Yoshi chiqadi O'shnuri deb yozasiz. Hozir hammadan chiqadi. Qarabchi, yaxshi ketib qoldi. Uyaman deb. Nima bo'ldi?